Sen menga aql o'rgatyapsanmi? Bolalarim, Shahar bedarozami senlarga? Nima bu yerda faqat senlar yashaysanlarmi? Eshikni yopib yursalaring bo'lmaydimi? Adasi yana ichib keldilarni ukiz. Voy baqir-chaqir qilib sharmanda qivordilar-ku. Bollar cho'chib ketyapti. Ertaga qanaqa qilib uzatamiz? Qanaqa to'y qilamiz? Tezroq sotib keta qolaylik shetda. Xo'p, hozir o'zim hal qilaman. Nima baqir-chaqir qo'ysan? Tinchlik bormi o'zi seni dastingda? Qanaqa uka bo'lding? Uyaltirding-ku butun mahallaga o'zi. Uyni sotib qutulamanmi? Nima? Uyni sotish? Qanaqasiga uyni sotish? Bu uyda kenjasi menman. Bu yerda men qolaman. Bu uy siz emas, adam qurgan. Sen menga aql o'rgatyapsanmi? bolalarim, nima qilyapsizlar o'zi? Axir men hali o'lganim yo'q-ku. Boradigan joyim 2 metr lag'at. U joy ham o'zimniki emas. Mayli, ko'zim ochiqligida bo'lib bera qoling. Sotsalaring, sota qollaring. Amaqa? Yana nimani sotyapsiz? Yana bitta aqlli keldi. Ha Jasur, yaxshi keldingmi jiyan? Kel uyga kir, kel. Mana ushlaman buni. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Jasur jiyan, xonadoning, bolalaring yaxshimi? Rahmat amaqa, o'zi sonlaringiz yaxshimi? Ha, tinchlikmi? Nimani sotmoqsizlar? Uyni sotmoqchiman. 2 yildan beri eshikdek ichadi. Mahallada o'zi tomon qilib bo'lgan obro' yo'q. Har kuni uyimda janjal. Buni xotini o'lgan bo'lsa maydormanmi? Meni xotinimni gapirma. Ko'rdingizmi? Ko'rib turaman. Siz nima deysiz amaqa? Nima ham derdim jiyan? Ko'zim ochiqligida bir-birini go'shini yeyishyapti. O'lib qolsam bir-birini o'ldirib yuborishar-kanda. Endi men shu uyni sotib bo'lib bera qolay. Go'rimda tinch yoting deyman-da jiyan. Nech pulga sotmoqchisan uyni? 300 mingga klientim bor. 100 mingni men balkashga berib yuborsam, 200 mingga otam bilan ikkalamiz uy olib yashaymiz. Qanaqa 100 ming? Yo menga yarmini berasan, yo'qmasa men hech qatga qo'l qo'ymayman. Menda senlarga undan ham zo'r taklifim bor. Uylaringni 500 mingga olaman. Amaqimni nomlarida bo'ladi. Rozimisanlar? Rozimiz. Faqat yana bitta shartim bor. Xo'p, qanaqa ekan? Notariusda 500 ming olganlaringda notarialni otadan ham voz kechib berasan.